tilimi qichitadigan videolar chiqaradi. O'qituvchilar o'quvchilarni urib bo'lmaydi, sochlarini olib bo'lmaydi, qattiq gap, travma bo'ladi deska, travma. Bitta bilat men emasdirman, biz yoshdagilar, mana 25+lar maktabda ham kalta yeganman, ko'tlarimga tepishgan, sochlarimga jvachkalar yopishtirishgan o'qituvchilar. Litseyda ham o'zimni qo'limga rosa o'zimni kuratorim urdirgan, o'sha uquluvmi, hassami nima deydi, xuyozni qo'limni mina qo'yib qo'ygan. Insta mana 20 yoshimda insta urganman, kuratorim bo'lardi, Erkin aka degan. Shapalaqlab shuna qurardi, yulduzlar chiqib ketardi. Qo'shni galaktikaga borib kelardi. Xudoga shukr, hamma yo'g'im yaxshi, hech qanaqa travmam yo'q. Asha insonlarga men rahmat deyman. Chunki erkaklik menga qanaqadir bir hissiyotini berishdi shular. Neshinka bo'lib, menga unaqa qarab qo'ydi. Men endi psixolog bilan ishlashim kerak, psixolog. Men qarshiman. Erkaklarni mujikcha tarbiyalash kerak. Nitto narsa bo'ldimi, joyida o'sha narsani yetkazish kerak qanaqa qilib bo'lsa, hayronman. Bitta men masturman, mana meni yoshimdagi akalar, sizlar ham kalta yeganmisizlar? Ko'chalarda quylab yurardi meni videolarni, shapalaqlab, xichimlab, rimellab, yig'lab qochib yurardi. Tapchikam narada, bittasi oyog'imni mana yarmigacha kelib qolgan bo'lib yugurib yurardim, bilan. Mazza, rahmat hammasiga.